34 bab. Parvardigor Musaga: Sen ilgirkiga o'xshash ikki tosh taxta yo'nib kel. Sen chiqivetgan ilk tosh taxtadagi so'zlarni shu ikki taxtaga yozay. Sen etigangicha tayyor bo'lib, Sinay teg'iga chiqib, tog'ning cho'qqisida men bilan ko'rishkin. Her qandaq kishi sen bilan billa chiqmasin. Bütün tağda odam bo'lmasin. Hatta kalı qo'ymu tağning tüvide o'tlimasin, dedi. Şunun bilan Musa ikki tosh taxta yo'nib, etsi saharda Parvardigorning buyrug'i bo'yicha ularni taqqa elib chiqdi. Parvardigor bulut ichida tushib, Musoning yeniga kelib, o'zining Mangu Bo'g'ichi degan muqaddas nomini jakarladı. Parvardigor Musoning oldidan o'tib, "Men Mangu Bo'g'ichi, ya'ni Parvardigordurman. Men intayin mehribon va rahimdil Xudodurman. Osonlikcha g'azablanmayman. Mehr muhabbatim mo'l, vafodorman. Ming'an avlodlarga bo'lgan mehr muhabbatimni üzüldürmey, gunoh va savalliklarni kechirim qilaman. Lekin men gunohkorlarni jazolamay qo'ymayman. Ularning avlodlarini toki 3-chi, 4-chi avlodgacha jazolayman", dedi. Musa derhal yegi bosh qo'yib sajda qildi. U: "Hey egam, agar sen mendan rozi bo'lsang, biz bilan billa bog'aysan. Bu xalqning bo'yi qattiq bo'lsa-mu, ularning gunoh va savalliklarini kechirim qilg'aysan. Bizni o'z igidorchilig'ingga og'aysan", dedi. Şunun bilan Parvardigor Musaga mundaq dedi: "Endi men sizlar bilan ahd tuzaman. Men oldinglarda dunyoning har qandaq joyidagi, har qandaq hali ko'rib boqmagan cho'ng karomatlarni ko'rsataman. Sening atrofingdagi xalqlar mening Parvardigorning amaliyotlarini ko'rsin. Chunki men sizlarni deb qo'rqinchli ishlarni ko'rsataman. Men bugun sana jakarlaydigan əmrlərimə rioya qılın. Sen u yerga kirgan vaqtında men Amorla, Qananla, Xitla, Perizla, Hivila və Yabuslarni haydab chiqiraman. Ehtiyot qilin ki, sen boradigan joydagi aholi bilan hergiz kelishim tuzmagin. Bo'lmasa, sen ularning qopqiniga tushib, ularga o'xshash razun yo'lga menib ketsan. Shuning uchun ularning qurbonlik suplarini o'rib etib, ularning iloh deb tiklib olgan tosh turuklarini va Ashera ayol iloh butlarini chiqib etkin. Mendan boshqaga ibodat qilma. Chunki qizg'ong'uchi mening bir nomim bo'lib, men qizg'inadigan Xudodurman. Yerlik aholilar bilan kelishim tuzma. Ular o'z ilohlarga cho'qingan va qurbonlik qilgan vaqtlarda seni taklif qilishi, senni o'zingni fohishlardak setib, ularning ilohlarga otigan qurbonliklarga eg'iz tegib qilishing mumkin. Sening o'g'illaring yot xalq qizlarini nikohiga elib, o'zini fohishlardak setib, mendan yuz o'rib, yot ilohlarga cho'qinishi mumkin. Cho'qinish uchun but yasama. Petirnan heyt qil. Mening emrimga binoan bu heytda u da 7 kun petirnan ye. Heytni
ziroatlar bıx chiqargan bosh bahor iydi o'tkiz. Chunki sizlar shu oyda Misrdan chiqqan. Butkul tunji o'g'il va barliq tunji tug'ilgan erkak mol, mayli u kala yoki qo'y bo'lsin, manga mansub. Sizlar tunji erkak taqayning o'rniga qo'y qurbonlik qilsanglarmi bo'ladi. Agar unda qilsanglar, taqayning bo'ynini sundirib qurbonlik qilinglar. Öz avlodlarning ichidagi butkul tunji o'g'illarni cho'qim badal berib qaytirib ol. Oldimga quruq qo'l kema. Ish qilishingga yetarlik 6 kun bor. 7-chi kuni mayli u teriqchilik yoki o'rmi mezgili bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim orom og'in. Tunchi pishqan bug'doylarni o'rganda o'rma heyti qil. Kuzda hosullarni ambarga yiqiningda hosul yig'ish heyti qil. Butkul erlar bir yilda 3 qitim manga İsrail xalqi e'tiqod qilib kelgan egisi Xudoning oldiga kelsin. Men yot xalqlarni sening oldingdan haydab chiqarib, zeminingni kengaytman. Shuning bilan sen yilda 3 qitim manga ibodat qilg'ili ketgan vaqtingda hech kim sening yurtingga yomon ko'z tikmaydi. Manga qurbonlik qinini bo'ldirilgan xemirdan pishirilgan yemaklik bilan billa atma. O'tib ketish heytida so'ygan qurbonlikning go'shini etsi etigangicha saqlama. Her yili tunchi pishqan ziroatlarning eng yaxshi yeridan mening xonamga akirib, manga Parvardigoringlar Xudoga ata. O'g'loqni onasining sutida pishirma. Parvardigor Musaga bu so'zlarni xotirlab ol. Chunki men sen va Isroil xalqi bilan mushu so'zlarni asos qilib ahda tuzdim, dedi. Musa Parvardigorning yinida 40 kech kunduz turib, hech narsa yemidi, ham ishmidi. Parvardigor ahdining asosi bo'lgan 10 farzni 2 tosh taxtiga yezib berdi. Musa farzlar yezilgan tosh taxtlarni ilib, tog'dan tushgunida Parvardigor bilan so'zlashganligi uchun uning chiroyi farqirab ketgan edi. Biroq o'zi buni bilmaydi. Harun va boshqa Isroillar Musoning chiroyidagi nurini ko'rib, uningga yaqin kelishdan qo'rqishdi. Biroq Musa ularni chaqirganda Harun va butun jamoat oqsoqollari uning oldiga keldi. Musa ularga so'z qildi. Shuningdan keyin butkul Isroillar Musoning oldiga kelishdi. Musa Parvardigor Sinay tig'da uningga bergan qonunni ularga topildi. Musa ularga so'zlab bo'lgandan keyin yog'liq bilan yuzini yepib oldi. Har qitim u uchrashuv chediriga kirib, Parvardigor bilan so'zlashganida yuzini yepib olgan yog'liqni elib etdi. Chiqqan vaqtida Parvardigor topshirgan so'zlarni Isroillarga yetkazdi. Bundaq vaqtlarda Isroillar uning yuzining farqirab turadiganligini ko'ratdi. Uningdan keyin Musa yuzini yepib yuratdi. Parvardigor bilan so'zlashgili kirganida yana elib etdi.